Ushbu loyiha Xalq banki Xo'jaobod filiali hamkorligida Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Andijon MF hududidagi 1505 kontur raqami ostida amalga oshirilmoqda. Yer maydoniga sarimsoq piyoz ekib yetishtirilmoqda. Yer maydonining umumiy hajmi 10 gektarni tashkil etib, eni 500 metrga 2000 metrni tashkil etadi. Bugungi kunda yer maydoniga agregator Ustarahmon fermer xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, 66 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan va faoliyat olib bormoqda. Yer maydonida zamonaviy sug'orish uskunalari orqali sarimsoq piyoz hosili parvarish qilinmoqda. Yer maydoni 3 tarafdan dalalik bo'lgan qolgan fermer xo'jaliklari bilan chegaradosh bo'lib, bir tomonlama aholi yashash hududiga chegaradosh hisoblanadi. Bugungi kunda sarimsoq piyozni hosili yetishtirilib, may oyining 25-sanasidan keyin hosilni yig'ishtirish ishlari amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.